Vatanparvar tashkiloti tomonidan yoshlar o'rtasida pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Mazkur musobaqa mamlakatimizda ushbu sport turida ham iste'dodlar yetarli ekanini yana bir bor ko'rsatib berdi. Vatanparvar tashkilotining 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan ushbu musobaqada respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan 100 nafarga yaqin sportchi 10 metrlik masofadan pnevmatik miltiq va pistoletda o'q uzishda bellashdilar. Pnevmatik miltiqdan o'q otish bo'yicha o'g'il bolalar o'rtasida kechgan bahslarda Namangan viloyati vakili E'zozbek Rahimjonov, qizlar o'rtasida esa farg'onalik Sabina Tolibjonova g'oliblikni qo'lga kiritdi. Pistoletdan o'q otish bellashuvlariga to'xtaladigan bo'lsak, namanganlik Rafet Kerimovga teng keladigan raqib topilmadi. Shuningdek, qizlar o'rtasidagi merganlik bahsida ham oltin medal Namangan jamoasi vakilasiga nasib etdi. Bu borada Irina Tarasova eng ko'p ochko jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, jamoaviy hisobda birinchi o'rin Namangan viloyati, ikkinchi o'rin Toshkent viloyati va uchinchi o'rin Farg'ona viloyati jamoalariga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar Vatanparvar tashkilotining diplom, esdalik sovg'alari hamda kubogi bilan taqdirlanishdi.